Assalomu alaykum hammaga. Pechkamizni mana yana ham to'liqroq obzor beraman. Xo'p. Bu 5 lik pechkamiz. Oldi, orqa, yonbosh aylanasiga polniy 5 lik bo'ladi. Qalinligi endi ko'rinayotgan bo'lsa, oshizdan bo'laveradi mana. Qalin. Xo'p, endi buni duxovkasi mana. Bu o't tegadigan joyi bu. Pechkaning asosiy o't tegadigan joyi. Bu yer ham 5 lik bo'ladi. Mayalari 2 lik bo'ladi. O'zi 2 deyishadi, lekin asli 2 o'zi. Buni 2 lik qilganimizning sababi, o'zi monga o't tekkandan keyin bu yerda issiq havo yuradi. Agar bunisini ham 5 lik qilib olsak, bu effekti yaxshi bo'lmay qoladi. Yaxshi isitmaydi. Shuning hisobiga bu 2 lik bo'ladi. Bu muddati xudo xolasa 15 yil 10 yil garantiya beryapmiz, lekin bu ancha-muncha odamni qaritib oladigan pechka o'zi aslida baribir ham garantiya berib qo'yish kerak-ku endi. Garantiyali narsa hamisha yaxshi bo'ladi. Shunga qarab tanlab olasizlar. Xo'p. Bu yerda endi ko'ring. Tutgan holati mana. Bunga hali kraska chachilgan yo'q. Kraskalarini chachib pardoz bo'lgandan keyin bu umuman boshqacha pechka bo'lib ketadi bu. Pardoz qiling-da. Bu endi mana kraskalangan tayyor holaticha ustlari chang bo'lib qolibdi. Bu mana shu tutgan holati. 5 lik bo'ladi mana. Oldi, yonbosh, orqa o'txonalarini ko'rsatdim mana. Bunaqa joyi ham 5 lik bo'ladi buni. Eng asosiy joylari masala. Tomi ham 5 bo'ladi. Xudo xolasa bu juda uzoq muddat ketadi. Mana ular endi mana upakovka qilib qo'yganmiz. Samarqandga ketish kerak bular. Shopir kelsa berib yuboramiz bularni. Upakovka o'sha zakaz olingandan keyin shunaqa o'rab qo'yamiz. İçiga qo'shib beradigan narsalarimiz ham bor buni mana. Manaqa turbasini qo'shib beramiz. Yana cho'yan reshotkasi bo'ladi. Unisini ham qo'shib beramiz. İchini tozalaydigani bo'ladi. Shularni ham hamma yoqqa komplet ichida bo'ladi. Agar olish niyatinglar bo'lsa, nomer qoldiraman, bemalol telefon qilaverasizlar.